Xo'p. Hay, halakat. Ha. Dars boshqaman. Pristeniya qilyapti. Ko'pchilik shtangani mana bu bo'yinga botmasin, trapetsiyaga botmasin deyishadi, gubka qo'yib olishadi. Qiz bola bez gubka ishlayapti. Pristeniya qilyapti. Xo'p, pristeniyani ko'pchilik yoqtirmaydi. Pristeniya yagoditsani oyog'i o'stiradigan eng zo'r упражнение. Pristeniyasiz o'stirib bo'lmaydi. Qizimizga respekt. Ko'rsatib qo'ying. Hech narsa qo'ymagan. Молодец. Давай. То. Sekin esa oshiramiz. Ikkinchi qatqot. Suv ich. Mani oyog'im sal tep qoldi. Hop. Bismillah. Texnikamga ahamiyat beringlar. Men tez ishlamayman. Men hali bitta muskulni his qilish xohlayman. Senga sekinroq ishlayman. Chunki menga kачество kerak. Proporsiyam to'g'ri ajralishi kerak. Muskullarim to'g'ri o'sishi kerak. Shuning uchun har bitta упражнениямni iloji boricha sekinroq qilaman. Mendan keyin kutib turganlar zaybal bo'lib ketadi lekin. Bilatish kerak. Bularni bitta olib qo'ying. Bilatish kerak ham. Hozir trenajyor menga bo'shatib berishdi, xato qilishdi lekin. Ko'tarayotgan desam bunaqa og'ir emas. Muhimi texnika. Lekin yengil degan bilan men yengil ves ko'taraman, muskul o'stirib bo'lmaydi. Shuning uchun tanamga munosib ves tanlab olaman. Muskul cho'zish kerak oxirida. Mana muskul cho'ziladi. Tortamiz, cho'zamiz. Cho'zayotgan paytimizda muskul ishlaydi o'zi. Testosteron baland degani bu ham baland deganiga hozir. Xo'p, bittasi aytib qo'ying, ko'pchilik tashqi borib, noto'g'ri ishlaydi. Bunaqa qilishadi. Motor qotgan yo biladi yo bilmaydi. Bunday sanaqa qilishadi. Bu yerda bizani faqat umurtqamizga, belimizga yuklama tushadi. Asl oldindan bunaqa qilish kerak. Ko'rdingizmi, uzoq o'tirib oldim. Plus, menga nisbatan yerga nisbatan 90 gradus emasda, ozgina olgan holatda tushyapti. Asli shu. Lekin vazn katta ushlayapman. Bir. İki. Üç. Dur. Beş. Vay anasını sen. Altı. Dokuz uç texnikam buzilyapti, 10 ta qilgan bo'ldi. Da. Ko'rdingizmi? Texnika ko'rib oldingiz. Davay, bosamiz. Oxirgi упражнение. Faqat bitta narsa sirni ochaman. Men oxirgi упражнениеda aynan oxirgisini 7 ta podxod qilaman. Ishlayotganmisiz? Ishlayapmiz? Tugadimi? Bo'ldi.
oxirgi uprejni 7 ta bo'ladi. Yana bitta sir ochaman. Bitta 5 ta qilaman bundan so'ng. Xo'p, 18 ni qo'yib oldik. Mana qilamiz. 7 ta podport bo'lgani bilan o'ta dam olish shunaqa ko'p bo'lmaydi. Uzoq 30 sekund, 40 sekund dam olaman. Shu 20 sekunddan ilon imkon boricha. Ha, 12 tadan keyin. 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 ta yani. Ochoq patli qildim, bitta qo'shib yubordim. Xo'p, xuddi shunaqadan 7 ta patqa turaman. 7 ta. Hozir faqat suv ichib olishga vaqtim bor. Bismillah. Tugatdingizmi aka? Endi boshlaysiz to'g'riroq-a? Bosing ukam. Tez joy turibdi. 2 4 5 12 ta. Gazim ketdi, davay. Davay, turing ukam. Bosing. Qimirlamang, tanangiz qimirlamasin, qanotni torting faqat. Qo'lingizni ko'proq qo'yib oling oldiga, bosh orqasidan. Sekin, faqat qanotni torting. Muskul sezsin. Ham tiqamiz. Uylanmaganda qalqalaq qilish bilmaysiz, ha? Davay. Yo. To'g'ri bosing, oyoqqa qarab, oyoqqa. Qanotni majburlang ukam. Belingiz ketib qolmasin. Bu texnika buzilyapti. Zo'r. Yapıyor. Ko'ryapsizlar. Almashishda olmish. Dam olish shu 5 7 9 10 1 2 Og'ir bo'lsa yengillashtiring, davay ketdik. Normalmi? Xo'sh, biceps boshlaymiz. Pardon, shtanga bilan boshlaymiz. Kimdir gantel bilan boshlaydi. Mana razminka bu shtanga. Ustoy. Oddiy o'sha klassik ustupda. Qo'llarni keyinga ochib olib, tirsaklar sal oldin ketgan holatda iloji boricha burunga qarab. 4 5 Bu yerda maqsad qo'llarni cho'zish. Shunda biceps ishlaydi. Bismillah. Beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 azgın talchokan bo'lib ketdi, tanalanga mana. 12 ta. Hozir yana bes qo'shaman. Kozimboy, ya'ni operatorimizni ishlash kerak. Bosing ukam. Alish yeb qo'ysa. Mana ko'p shunaqa bo'lganda, mana shu qizlar kelardi. Ozgina yaxshi gapirishadi. Boshda klient bo'lishadi, keyin onang ko'rgan o'zlaridan kimlarni yasashadi. Bu yoqda mana xursand yuraman. O'q bilan yezib ketishadi, bilay. Trenerlar ko'p shunaqa, lekin qalbi nozik bo'ladi, ya'ni. Mana yaxshi gapir yoqadi trenerlarga. Shirin gapirib qo'ysa, biz mayli bu ham birovni bolasi yetim ekan deymiz deb. Yeb qo'yamiz. Ketadi. Shuning uchun trenerlik tashlaganman-da. Og'irroq ekan bu menga. 1
Dur. 5 6 7 3 Dur. Alişerga bitta mikrofon berish kerak edi. Ukamga bitta mikrofon berish kerak edi. Da. Da. Hop. Sekret ko'rsataman. Faqat bilinglar nima qilamiz? Ikkani kilolik gantel bo'lmaydi bu yerda. Sababi qo'limizni ochilishi kerak. Shu olgan zahvatimiz. Ha. Da. 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 Hammasini ochib qo'yibman. Oxiri bahar bo'lsin. Bosing aka. Besh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu bitsepsning oxirgi упражнением ham 7 ta podxodli bo'ladi. Biz uni qo'tamiz. Qani bosing uka. 6 ta bo'ldimi Kozim? 6-chi qilaman mana shunda. Hozir. Azina so'shim. Şu 6-chi podxodni kelib qolibdi. Besh. 7. Voy. 9. 2. Da. Voy. Da, Kozim bosing. Tezroq. Ukam bosing. Aka o'chirib qo'ymaysiz, oxirigacha berasiz. Bitta podxod qilsa yetadi. Плавно ishlayman ukam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 tane. 1, давай. Ha? Tosh. Ha, bitta qo'shdim aytgancha, esimda chiqib qoldi. Bitta qo'shdim. Mana 7-chi podxodimi? Shu oxirgi упражнение podxodimi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy bele. 12 ta. Hop. Oxirgi упражнение ko'rganingiz 7 ta bo'ldi. Endi ozgina rastashga qo'yamiz, shu bilan trenirovka tugadi. Trenirovka o'ylaganimdan cho'zilib ketib qoldi. 2 soat o'tib ketdi falokat. Bu yaxshi emas.